Dostlar, sizlar bilan men Razmi 2002 va bugun sizlar bilan yana uy qurish qismini olamiz. Tak. Uyqu kerak bo'lmaydi. Men videoda shaxtaga bormoqchiman, chunki menda hamma narsa sinib ketgan deyarli. Deyarli shunga men ketdim konga. Konga bo'lmasam men hozir judayam Albatta oxirgi temirga anaqa yasadim. Bo'pti. Mana temir topdim. Men kirganda omaddi do'stlar. Temir topdim. Videoda vaqtim shaxsida o'tadi bo'lmay, chunki menga juda ko'p temir kerak. Yana bor ekan. Sindiramiz biz. Chunki temir kerak. Temir bizga juda ko'p kerak. 6 temirga 40 bilan keladigan 2 kerak. Obbo, qilichga yana 2 kerak. Qilichga 2 topildi. Sindiramiz. 4 ekan. Qilichga ham aslahaga yetish kerak. Tak. Deli bu aslahalarga yetmaydi, lekin topamiz temir aslahalarga. Yo'q, yetmaydi hali. Tak. Hozir. Yo'q, bu tupik ekan. Ya'ni bu bombosh ekan, uxlatib ketishibdi. Bizlar uxlatib ketishibdi. Bildiğin uxlatib ketishmabdi. Uxlatib ketishibdi desa bo'ladi, chunki yo'da bu temir. Ikkinchi oldin videoda ushtimlar. Tak. Yo'qqa kirmaganim yaxshi bo'lma. Buradan chunki men tusul. Tak. Lekin o'ta ketganim yaxshi bo'lma. 15 temirim bir tanasiga yetib qoladi bo'lma. Tanqilchu onun urib ketdi. Nasıl ketadi? Aslida yetadi shqilib. Ne? Go'shtni ham yeveramiz. Birat olmadi, patlarni ham olib ketamiz. Oling yedi bilsanglar, menda kamasgan, kaman go'shtmanda o'q yo'q, o'q bor. 2 dona qishlariga yetmaydi. Shuning uchun men pat to'plashim kerak. Nimaga desanglar, o'qi craftda ishlatiladi desh qilib. Sizlar bilgan o'sha Harry Potter demak. Sizlar bilgan o'sha pat ishlatiladi. Mana shu pat ishlatiladi craftda. Shuning uchun menga pat kerak. Menga shu yetishmi? Nima kerak? O'zimda go'shtlar bor bo'lsa, ko'p bo'ladi. Yetishamiz, to'g'rimi? Tak, buni ham yeyveramiz. Biz och qolish effekti. Mana. Bu ochgan koni g'orim. Bitta g'or bo'shoqdan tushib kelaman bular to'la. Shaxta bo'ta. Nimaga olganman? Nima to'g'riga borishimiz? Yo'q, bormaganim yaxshi bo'lmaydi, chunki qop-qorong'i bu yoqqa o'zimni mashina olib kelamiz. Mashinasiz bo'lmaydi bu yoqqa. Yo'q, effekt tugab qoldi, kirmasini oldi. Bo'pti, ketdim. Hozir biroz mashina olib kelib qaytaman. Ijunlarni ham bo'yaymiz. Jo'la qo'yaman. Chiroyi uchun mayli otib beramiz buni. Keyin otib beramiz. Yo'q bo'l. Железо. Так, buni olamiz. Tak, menga olga daraxt kerak. Tak, hozir menga olga daraxt. O'zimda juda ham ko'p daraxt bor. Daraxtni ol. Bo'yoqlarim bo'lishi kerak. Tak. Tak, buni Kızılcım yok bu.
Tepeyi chiqishaylik. Tak. Kurang bu yoq bormi? Ha bor. Afsus. Kurangdan qilma. İşte tıkmadım bu yoq. To'xtaylik. Bo'lish kerak. Ko'plar stak. Ko'mir bor. Sen yo'q ekan, bularni maydalab turib ko'mir qo'ysak bo'ladi. Plus 99 bo'lar ekan. Bir stak ketib qoladi menga. Hozir konga ketaman. Kendi albatta narsalar men ketdim konga bo'pti. Nima qot qo'ymayman degan umiddaman. To'xtaylik, ovqat olmabman. Ovqat. Ovqat esan chiqib qoldi. O'zimda bor ovqatlar shaxtaga olib ketaman. Keyin topa olmayman ovqat. Tak. Kir bu ol hammasini. Deyli barcha ovqatimni olib ketaman o'zim bilan. Deyli buni ham olaman. Hammasini olaman. Menga juda ham ko'p ovqat kerak. Chunki qonu bot. Tak. Menga yana o'zga darra beringlar, xom go'shtim momoni. Tak, ichiga kiramiz. Bir stak daraxtni olib, ichiga kiramizda, tiqamizda, pishishini kutamiz. Pishgunicha bizlar tepaga chiqib, tepasidan ko'rib kelamiz. Tak, mana buni yopib qo'yay. Tak, yaxshi deyarli. Hamma narsa yaxshi turibdi. Yomon joy yo'q bo'pti. Tak, oltindan bo'lsa ham rozi edim, mayli. Oltin unchalik kuchli narsa emas. Bizda endi tovuq go'shtlarini ham pishirib qo'yish kerak. Do'stlar, telefon qolishdi. Kechirasizlar. Tak, pishgunicha men hozir checkpoint qo'yib qo'yaman. O'lsam shu deb spam bo'lay. Tak, chiqay. Temlab o'tirsa tursin. Bo'pti, men ketdim. Temirga. Ketdim. Hozir men konga ketaman. Tak, men bularni sindirib tashlash kerak. Nima yemashga turishuradi. O'zini avvalgi holatga keltirib qo'yamiz. Bo'pti. O'zini avval turgan holati mana shu. Bo'pti, fakel olamiz. O'sha ishga ketamiz. Ketdi. Pastga tushamiz, bo'ldi. Skeletni o'ldirib tashladim. Yo'q. Bo'lmadi, bu oldin kirgan konim ekan. Bo'pti do'stlar. Bu joyda shaxta topib va survival qilishga, ya'ni temirga olishga harakat qilaman. Chunki menda temir juda ham kam. Temir kamligiga maqsadiga men hozir yoki kunga it topsam it boqaman yoki it boqish kerak emas. Keyin ovqatni itga ham bo'lib berishga to'g'ri keladi. Lekin men unchalik ochib emasman. Shunchaki aytolmanda ko'p narsa ketishga to'g'ri keladi. Menga patdan yaqinlarda kerak bo'pti. Gravellar ham olib ketish kerak-ku. Mayli, gravel men kerak emas hozircha. Men bundan hozir mashina o'ldirib ketdi. Bundan keyin yana bitta o'ldirgandan keyin men hozir yana bitta qo'y. Ana shuncha kerak edi. Hozir kumush rang borligi maqsadga men bitta yangi rang topishim kerak. Yo'q, bo'lmaydi. Men bulardan boshqacha rang chiqadi, aytib qo'y. Agar siz Minecraftni bilsanglar, bunaqa bo'yoq boshqacha. Agar shu bo'yoq wow, o'laganimdek boshqacha ekan. Bo'ldi. Yana topildi. Endi esa meni maqsadim hozirda
Anaqa topish. G'or topish. Chunki men nima edi maqsadim, endigi maqsadim temir topish. Sizlarga bitta ajoyib kanal haqida aytib o'tmoqchiman. Bu Artifact YouTube kanali. Bu kanalda sizlar juda ham qiziqarli videolarni topsanglar bo'ladi. Masalan, Artifactda qishloqi bilan birgalikda Slenderlar jangi, kub debman. Binolar jangi. Hattoki uni kanalida nima edi? Ya'ni bu ikkinchi kanalda o'tdi. Hattoki maxluqni o'ldirish videolari ham bor. Unga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana unga obuna bo'lganman mana. Unga obuna bo'lib qo'ysanglar ofislanmaysizlar. Chunki u kanal menga juda ham yoqadi, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Voy. Tak, do'stlar, bularni hozir o'ldirib tashlash kerak. Qani qilchiman? Qilich. Ol. Tak, do'stlar. Bular bir-birini urishguncha narsa yig'ishtirish o'rniga eshiklarni buzishdi. Bular eshikmi buzib kirishdi? Bular qanaqasiga eshik buzishni o'rganishdi? Menimcha bu yoqqa do'stlar temir eshik qo'yaman. Bular o'sha eshikni buzishni ham o'rganishyapti. Yo'q, men bunaqasiga rozi emasman. Men bu yoqqa temir eshik qo'ymasam bular jonga tegishdi. Tak, ochilib xullas bo'pti do'stlar. Hamma narsam sochilib ketdi. Survival o'ynaganim uchun. Yo'q, shisham ham sinibdi do'stlar. Shuncha yiqqan narsalarim bular hammasini deyarli portlatib tashlashdi. Hattoki uy pastdagi doskalarim hali tirik qolmagan. Qani mana sandig'imni qo'yib qo'yay, hech bo'lmasa sandig'iga uzun ramkalarni ham ilib qo'yish kerak. Instrumentlarni qo'yib qo'ymay hozir. Undan oldin esa momentlarni yamab qo'yish kerak. Hamma narsani biz portlatib yubordi bu creeperlar. Sizga ham creeperlar uyni portlatish kim aytdi? Uyni portlatdi bu creeperlarga? Menimcha qaysi bot aytgan va o'sha botni gapiga kirib bular uyni portlatishga portlatorgan. Bu pechkani o'rniga hammasini qo'yaylik. Tak, bularni ham qo'yamiz. Aytgancha men temirlamadami? Tak, to'xtaylik. 16 ta. Menda esa 15 deydi. Yo'q, ko'p bo'pti. Hozir buni otib yuboramiz va menda yana nima bor edi? Yo'q, sandiqqa qo'yib bo'ldim. Menda yana mana buni men bular deyarli portlatishibdi. Bularga nima kerak bu? Portlatib. Hozir narsalarni ilib qo'yay, ish qilib yana monstrlarga portlatmasin uyimni. Yana portlataveradi bular. Bularga nima bo'lgan, do'stlar? Uyimni portlatib bularga nima bor? Bo'q bormi? Ularga menuyim kim? Nima ularga menuyim? Nima shuncha botib ketgan menuyim ular. Botiga ham aytdim. Ular botib ketishibdi. Ya'ni mod. Qaysi bir men tuzukkaman bilmadim. Ikkalasi ham emas, chunki sandiqda edi. Deyarli men ikkalasini ham o'tirman, yangisini olaman. Chunki menga yangi qaysi birligini bilmayman. Bo'ldi, yangi ekanman. Bo'pti. Buni ichiga kirib hozir barchani samsoq qo'yib, redstone qayerga bilmadim, lekin bor deb o'ylayman. Chunki redstone menda bordi. Oldingi videolar birida redstone ham bor edi menda. Qayerdan men redstone hali o'zim ham bilmayman. Ish qilib qadamda topib kelgan bu jinni hali kerak narsa tashlaymiz. Shunchaki bitta pulni tugatishga qo'yishmadi-da bular. Shu pulni ham portlatib yuborishdi, ishoninglar.
pulim ham portlab ketgan hozir deyarli. Deyarli menda hozir pulim ham portlatgan bularni. Ularga nima bo'lgan? Pulim ham portlatib tashlashdi. Bular mendan qasdi bormi do'stlar? To'g'rimi? Hozir buni olib tashlab turib uxlab olmasam hozir juda ham yomon bo'ladi-da. O'zi uxlayotganimda kim bular olib kirdi? Mana javobi topildi. Ma'murlar o'tish kerak. Nima esa bular shundan kirishyapti. Aytdim. Bu bir bola xatodim. Agar bular bo'lsa, ular kirib ketishadi-yu ichkariga. Shuni o'ylamaganimni qaranglar. Obbo! Yaxshi hozir ish ko'payardi. Agar kreativimiz vijvonda yana qilgandi. Yana bir bola bo'libdi. Tak, mana tur. Mana buni ham tasha. Tak. Buni ham hozir o'rnatib qo'yish kerak. Portlatib tashlagan deyarli. Mana buti bor. Bo'ldi, boshqa nima qilaman yana. Bo'ldi, tugadi. Boshqa hech bola qo'ymayman. Hamma oldingi holatiga qaytadigan umiddaman. Uyim oldingi holatida degan umiddaman. Bugun. Uyim o'z holatiga qaytdi. Bu yerga narsalar kiyinib qo'yaman. Matdan temirni olib o'zimga cho'plardan, verstaklardan o'zimga kerakli instrumentlar yasab olaman. Endi bular kerak emas menga. Tak, bitta bu. Tak, mana va mana. Bo'ldi, menda qilich bor. Qilich bular menda bor. Endi bularni otvoraman. Bular endi menga umuman kerak emas. Yaqinda shaxtaga borib bundan ko'p temir topib kelaman. Bularni hozir otvoray. Nima kerak bular? Вообще sassiq narsalar bo'lsa. Sassiqdan ham battar bular. Вообще sassiq narsalar shunday. Ilk qo'yaman-da. O'zimga temirlarimga endi aslaha yasaman. Birinchi tapichga, keyin tapichdan keyin yana tapichga kerak ekan. Bu menga to'xtaylar. Menda ishlasam pishirilgan. Mana Minecraft'dan ko'rlik qidirib o'tgan ekan. Tak, matta hozir bir narsa bordi, yasashim kerak bo'lgan. O'sha narsa yo'q, matta veshilka bor Minecraft'ni ko'rganmisizlar? Mana faqat bitta manba yarimtalik bir bola yetishmayapti. Hozir yes qilamiz. Uning uchun menga 3 dona tosh, 7 emas, 3 dona dedim. 3 dona va bu bitta buni eritamiz. Nima bu? Eritmaydimi hali? Nima bu tosh yetmayapti? Tosh ham erisa bo'ladi-yu. Menimcha bunga cho'p bilan kuch yetmasa kerak, cho'pni buni eritishga. Rosta dosiga qo'yib qo'yaylik. Nima qilamanmi? Tak. Mana nimaga pishirmayapti? Menimcha hozir tosh olib bir bola qilsam kerak buni o'rniga. Hozir chiqay. G'irt asab buziladi-da. 8 ta tosh kerak menga. Tak. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz-da. Buni pishiramiz. Mana bular nimagadir buni eritishmas ekan. Menimcha bular juda ham kuchli bo'lgani uchun kuchli narsalar eritishadi. Hozir mashina ham ilib qo'yamiz. Hali men o'zimga shit ham yasayman. Tak, mana temir qo'yganmidi? Adashmasam qo'ygan temir. Mana yonida turgan ekan. Hozir ozgina daraxtni olib olay. O'zimga shield yasab olaman. Shield. Tak. Mana shuni olgan zoqat hammasini yig'ishtiraman. Tak. Buni menga yarimtalik pol blok ichidan oldi. Pol blok.
Tak nimadan qilinardi? Tak to'xtali kurvali. Ikki marta pishirilganmi yoki bir martamidi? Tak to'xtali kurvali. 2 marta pishirilgan ekan. Hozir yana o'zim azoblab yana pishirishim kerakmi? O bu yana buni pishirish kerak. Nimaga seni Minecraft qanaqasiga bitta 2 marta pishirib olsan, seni bu 2 marta pishirilgan yarda polvokchadan qilarkan. Minecraft'ni bilsanglar bilasizlar. O'zim yana shield emas oldim. Tak shieldni ham bir to'lashimga qo'yib tiqib tashlaymiz. Bu o'zi narsalarni ham ko'taradi. Bo'pti, bu pishguncha ko'p vaqt shaxtda o'tmadi, lekin shaxtda o'tsa o'tirmadi. O'zi jum bor diye. Tak bo'ldi, pishdi bular. Bular pishdi. Ol bularni. Buni ola. Ochil. Nima bu chiqmayapti do'stlar? Menimcha Minecraft'imda sal bug'lar bo'pti. Bug'dan bu chiqmay qoldi bo'lmasar. Tak, men buni ol. Qayerdadir men bu visilkani yasaymiz. Azoblar bilan bo'lsa ham shu visilkani yasadim. Endi buni qo'yib qo'yamiz. Menimcha mashga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Bo'ldi. Yaxshi, to'xtar, men ikkita ramkani sindirib, hammasini sindirib olaylik. Tak do'stlar, hammasidan olamiz. Tak, mamlar qo'yib qo'yamiz-da. Bu yoqqa ham tak, matga qo'yib qo'yamiz. O'zini hisob qo'ydim. Bo'ldi, matga endi Mametdagi narsalar ko'chiramiz bu yoqqa. Tak, yog'ochli qilcham bitta solaman. Men super qilchim yog'och bo'ladi, deymi? Tak mana va menga bolta qani bolta. Boltani ilib qo'yganmiz. Va menda bitta qalqonim bor. Shu hozir qalqonimni matga ilib qo'yamiz. Bo'ldi, faqat bu yoqqa bir bola taxtali qilib qo'y. Ikkinchi taxtali taxtali qilib yasash. Mana shu qilich bilan agar bir bo'lsa tekshirib ko'raman. Buni esa sandiqqa qo'yamiz. Sandiqqa qo'yib qo'yganimizdan tok. Menga nishon kerak, nishon shu samon kerak. Lekin redstone ham kerak. Bo'pti. Tak. Hech bola yo'q. Buni yopib qo'ying. Agar buni nima qilamiz endi. Ortiq bo'lganlar ketib tashlayveraman. Nima qilaman? Ortiq bo'lganini olib yurib baribir kerak bo'lmaydi. To'g'rimi? Otvardim, bo'ldi. Do'stlar, otvorgandan keyin men hozir endigi maqsadim yana konga borib temir topib kelish kerak. Agar to'rttasi ko'rilgan bo'lsa menga 20 ta temir kerak. 20 ta temir topish qiyin bo'ladi. Tak to'xtayman. Buzil ya voy yo'qolib qopti bular. Yo'qolibdi. To'xtaylar. Men bular bilan o'ldirib arqonida o'zimni nima narsasam bo'ladi. O'l. Buni hozir o'ldirib tashlayman. Taxtali qilishim. Men kalaga men combo. Men hozir buni bunaqa qilib o'ldirishdan foyda yo'q. Qanman taxtali qilichim. Hozir bu mashina taxtali qilichim o'zi ham buni yoyadi. Temirli mavzu, lekin bo'ladi. O'ldi. Buni arqonini olamiz va menga hozir arqon kerak emas deb qo'yaveradi dedim-da, kerak bo'lib qoladi deb. Lekin endi men 20 ta temir topishim kerak. Do'stlar, 20 ta temir uchun men konga borishim kerak. Konga borib men hozir o'zimga temir topishim kerak. 20 tagina temir topishim kerak. 20 ta temir menda jalba. Agar 20 tadan 10 ta bo'lsa, 3 tasini olib tashlasa 17 ta kerak menga. 17 ta kerak. Buni ko'raylik. Menga hozir chokoladlar kerak bo'lmaydi. Qilichni ilib qo'yamiz va ketdik endi. Taxtali qilich bilan yoyaman o'shani ham. Bunisini ham toshli qilichda yoydim endi, buni ham yoyaman. Nima edi bu?
Bo'pti, men ketdim endi. Endi men temir topishim kerak. Aytgancha men g'or bor. Bu g'or aytgancha bu g'orga tushgandim va bitta temir topib hozir olib ketgandim. Yo'q, boya video boshlanishdan qat'iyadir olib ketgandim o'shani. Lekin to'xtanglar. Bunaqa bu suvlikonni ham bilaman. Oldin video boshlanishda konga tushaman vaqtda konga tushganimda shunaqa suvli kon bor demancha o'sha shekilli. Lekin u yoqqa borganman, bilmayman. Lekin do'stlar, hozir videomiz shu joyda tugaydi.